ikkita 3 yoshga to'lmagan farzandim bor. Bolalarim bilan erim ko'rishmoqchi va lekin uyiga olib ketib ko'rishmoqchi. Uni uyiga olib ketishiga ruxsat bermasam, qarshilik qilsam bo'ladimi degan mazmundagi savol borgan. Qarangizlar, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 76-moddasiga muvofiq bola bilan yashayotgan ota yoki ona bola bilan ko'rishmoqchi bo'lgan ota yoki onaga qarshilik qilishi mumkin. Faqatgina ota yoki ona bilan ko'rishish bolani jismoniy va ruhiy holatiga yokida axloqiy kamolotiga salbiy ta'sir, ziyon, zarar yetkazadigan bo'lsa, mana shu holatda qarshilik qilish kerak. Agar bunday holatlar bo'lmasa, qarshilik qilishi mumkin emas hisoblanadi. Endi o'sha 76-moddaga ko'ra alohida yashayotgan ota-onalar o'zaro kelisha olmasa, bola bilan ko'rish tartibini sudga ariza beradi. Sud qaror chiqarib beradi, hal qiluv qarori. Mana shu hal qiluv qarorida bola bilan ko'rishish joyi, ko'rishish soati, bola bilan kimni ishtirokida ko'rishish kerak, mana shu masalalarga sudda yechim topib bergan bo'ladi. Ya'ni bola bilan ko'rishish joyini bola yashayotgan hudud deb bergan bo'lsa, sud qarorida eringiz bolani uyiga olib ketishi mumkin emas va bunga siz qarshilik qilsangiz bo'ladi. Agar sud qarorida bolani olib ketishiga ruxsat deb bergan bo'lsa, ushbu holatda qarshilik qilsangiz, siz javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ya'ni bu holat qarshilik qilishingiz yoki qarshilik qilmasligi sudning qaroridan kelib chiqqan holatda amalga oshiriladi. Sizga tavsiyam sud qarorini bitta qaytadan o'qib chiqing. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lishni va videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Agar sizga oilaviy masalalar yuzasidan yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.